barchangizni yurtimiz va xalqimiz uchun buyuk va shonli sana O'zbekiston Respublikasini mustaqilligining 35 yillik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yiliga munosabati bilan Milliy gvardiya markaziy devonida tantanali tadbir bo'lib o'tmoqda. Ushbu tadbir davomida bir guruh harbiy xizmatchilarga davlat mukofotlari, O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yillik esdalik nishonlari hamda idoraviy ko'krak nishonlari tantanali ravishda Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov tomonidan topshirilmoqda. Yangi O'zbekiston taraqqiyoti davrida bizning Milliy gvardiya ham mana shu kuch tuzilmalari orasida prezidentimiz, shaxsan prezidentimiz tomonidan barpo etildi va hozirgi kunda juda katta keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Xizmat qilaman. Xizmat qilaman. Xizmat qilaman. Xizmat qilaman. Xizmat qilaman. Bugun menga mamlakatimiz xavfsizligining 35 yillik bayrami munosabati bilan mamlakatimiz basishchi tarafidan shuhrat medali bilan siyliqlandim. Shu mening kichkina xizmatlarimda ulkan ko'rib, munosib siyliqlanganim uchun juda quvonchliman. Shu imkoniyatdan foydalanib, barcha xalqimizni mamlakatimizning xavfsizligining 35 yillik bayrami bilan chin yurakdan qutlaqlayman. Meni o'g'lim Javohirning orzulari juda ko'p edi. Avvalo prezidentimizga ming rahmat. Hurmat qilib o'g'limda jasorat medali bilan taqdirlandik. Inajon hali otam ikkovlamiz mendan faxrlanasizlar dedi. Faxrlandik.